Xat çıxmırmı? Assalamu alaykum dünyanın hər qaysı yerlərdəki əziz qeyrindaşlar, ana dil himmetçiləri, ustazlar. Hammalarning Dünya Ana Dil gününü qutluqlaymiz. Mən Ana Dil Gülzar sahifəsinin riyasətçisi Abida Abbas Nəsrin bo'lman. Bugün ekran oldidagi qeyrindaşlarım, mehriban ota-onalar, jabakash o'qituvchilar va suyimli bolalarimiz uchun xizmatda bo'lganimdan nihoyat mamnunman. Uyg'ur tilimiz bizning faxrimiz, uni qo'g'dash bizning muqaddas burchimiz. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, Uyg'ur tilining kriz ichida qolganligidek vaziyatda tilimizni, madaniyatimizni keyingi avlodlarga yetkazib bera olamizmi deydigan qo'rqinch va andisha ruhimizni har vaqt chulg'ab oldi. Chet ellarda ana til maktablarining, ota-onalarning tirishchanlik ko'rsatib, hatto butun jamiyatning jiddiy ish qatorida muomala qilib kelayotgan bir holatdagi bir ish bo'lsin, lekin hozir ana til o'qitishida yanılan nurg'unlagan yetersizliklar mavjud bo'lib kelmoqda. Bu yetersizliklar hal qilinmasdan, chora-tadbirsiz shu holatda davomlashyotdi. Shunday bir qiyinchilikni, mana shunday bir jiddiy zaruriyatni ko'zda tutib, biz bundan bir yil ilgari, ya'ni Uyg'ur Akademiyasi qarmog'idagi Uyg'ur Ana Til Komiteti Ana Til Gülzari sahifasini yo'lga qo'ygan edik. Bugun bu programmamizning 4-soniga yetib keldik. Bugun programmamiz qatnashgan qimmatli mehmonlarimizni bir tanishtirib o'tsam. Qimmatli mehmonlarimizdan İstanbul Üniversitesi Türk Tilleri ve Edebiyatları Fakültesining o'qituvchisi doçent doktor Rayla Qashqari xonim, xush keldingiz. Hoş bulduk, rahmet. Ondan başqa Qozog'istondagi 60 yillik ana til o'qitish tajribasiga ega, ya'ni mamlakat onamiz, ya'ni ana til o'qituvchisi Mamlakat xonim. Xush keldingiz. Programmamizga qatnashganligingizga sharaf his qildik. Ana til o'qituvchilarimizdan Süreyya Qashqari xonim, xush keldingiz. Ondan başqa ana til o'qituvchilarimizdan Amragul Yusuf xonim, programmamizga xush keldingiz. Rahmet, hoş bulduk. Bugün ana til gününü bir gün burun vaqt münasibati bilan bir gün burun tabriklab bir program qilib o'tiribmiz. Ammo ularniki qimmatli vaqtdan chiqib programmaga ishtirok qilganingizlardan xursand bo'ldik. Bugungi suhbatimiz ana til temasini cho'rdigan asosda ana til o'qituvchilarininki duch kelgan masalalari va muajiratda saqlanayotgan ana til o'qitishidagi masalalar va ana til o'qituvchilarininki qimmatli tajribalari va ularninki ekran oldidagi qeyrindoshlarımızga maydonga bergan taklif fikrlarini cho'rdigan asosda ilib berildi. Avval Rayla xonim sizdan bir savol so'rab qo'ysam, nima uchun muajiratda ana tilimizni saqlab qolish, ya'ni ana tilimizga ahamiyat berish shu qadar muhim? Bu haqida siz bir o'zingizdan tushunchangizni ekran oldidagi do'stlar bilan o'rtoqlashib o'tgan bo'lsangiz marhamat. Rahmet. Ana tilimizniki hozir dünyadaki qandaq ahvalda ekanligini men bu yerda deb o'tamasam hammamiz bilamiz. Bu yerda eng oddiy bir misal, bütün dünyadaki Uyg'urlarni bir-biriga bog'laydigan bir bog' bizning ana tilimiz. Vatandakilar bilan chet eldagilarni yine shu bizning ana tilimiz bog'laydi. Chet eldagilarni boshqa davlatlarda cho'ng bo'lgan bolalarimizni, boshqa tillarda ma'rif tarbiyasi ko'rgan bolalarimizni o'zimizning ana tilimiz bo'lgan Uyg'urcha bog'laydi. Bizning bir kuch bo'lib uyushimiz, birlikda bu qiyin kunlarni oxirlashtirishimiz uchun fikr birligiga ehtiyojimiz bor. Bu fikr birligi so'zlashish orqali, masalalarni hal qilish orqali, yangi fikrlarni o'tirg'a qo'yib, yangi yo'llarni tepib chiqib, shu yo'lda ilgirlash orqali amalga oshadi. Buningda bizning Uyg'ur tilimiz
bizning milliy fikir sistemimizni shakllantirgani uchun biz o'xshash bir fikir ustida birlasha oladigan bo'lishimiz uchun bu nihoyat muhim. Ko'p rahmat Rayla xonim. Bugungi programmamizga Qozog'istondagi 60 yıllık ana til o'qituvchisi hozir hatta 80 yoshdan oshgan bo'lsa-mu, hozir qadar fidoyi ana til o'qituvchisi bo'lib xizmat qilib kelayotgan bizning qimmatli mehmonimiz Mamlakat xonim ishtirok qildi. Mamlakat xonimdan so'raydigan savollarimiz bor. Mamlakat xonim, sizdan so'rab baqsam, şu Qozog'istonda ana til o'rgatish jihatda siz qanday qiyinchiliklarga duch keldingiz? Müşakkada o'zingizniki uchragan masalalarimizni ekran oldidagi qarindoshlar bilan bir o'rtoqlashib o'tgan bo'lsangiz, marhamat. Assalomu alaykum, qarindoshlar. Sizlar bilan tanishganimga bek xursandman. Sizlar endi muhim bir masalani yechish ustida so'ng programmani amalga oshirish ustida ish boshlab o'tiribsizlar. Shu ishga Rayla xonimning taklif bo'yicha men ishga qo'shilib qoldim. Haqiqatan bizning ana tilimiz hozirgi vaqtda mushkul bir ahvolda turdi desam xatolashmayman. Masalan, Turkiyada yashayotgan Uyg'urlar balalarlar Türkçe o'qiydi. Mening navirlarim, chavirlarim Türkçe o'qiyotdi İstanbulda. Uyg'ur maktablari sizlarda mavjud emas, shunaqa. Endi bizda Qozog'istonda bo'lsa, haqiqatan Uyg'urlar uchun intayin keng sharoitlar yaratilgan. O birinchidan bizning ana tilimizdagi maktablarimiz oddiy maktab emas. Ularning ishidan ayrim maktablar, maktab gimnaziya deb ataladi. Bu cho'ng maktablar, obro'lari dunyoga taralgan, OBSga kirgan shularning qarmog'idagi maktablarning soni Olmutning o'zida 2 cho'ng ashnaq maktabimiz bor. Bu maktabda o'zim ishlagan 153 maktab gimnaziyada hozir 1500 bola o'qiydi. Bir ichinarliq yeri bolalarimiz maktabga kelgan chog'da ana tilini bilmaydi. Undaq deganimiz uyda bolalarning hammasi o'ris tilida so'zlashadi. Ata-onalarimiz o'ris tilida so'zlashadi. Talaga chiqsa qorada o'rischa so'zlashadi. Mana munosabat yo'qda, til orasidagi bolalarning qarim-qatnash bir-biri bilan suhbat qilishadigan adami yo'q. Qayg'il bo'lsa, abayki o'rischa so'zlashib, bizning bolalarimizning tili hozir o'rischaga ketib bordi. Ko'p vaqtda men aytma bolalarga, ruscha so'zlamay qozoqcha so'zlanglar deb. Shuning o'zida bizning bolalarimiz davlat tilida so'zlamay, rus tilida so'zlaydi. Yani adlı bir mesele, qiyinchilik intayin ko'p. Biroq shu qiyinchilikqa qaramasdan bizning maktabda ishlayotgan ustozlarimiz, yosh ustozlar bugungi kunda intayin ko'p emgak qilyapti. Endi mening o'yimcha, mesela biz tarbiyani ota-onalardan başlashimiz kerakmikin degan o'yga kelib qolman. Sababi ota-onalar uyda ailesida bolalar bilan Uyg'urcha muolima qilmasa, o muolimlarning bu yerda 45 minutning ichida qilayotgan ishlari amalga yaxshi oshmaydi. Onun tepsiga bizning Uyg'urcha bolalar ko'p qilayotgan multfilmlarimiz yoki kinolarimiz va boshqa bolalarga yordam beradigan matbuotdan bir yaxshilik kamayadi, foyda kamayadi. Biroq mana bu yilning o'zida Uyg'ur teatrida Uyg'urcha spektakllarni qo'yib bolalarni olib ko'p qilyapti. Bu yil boshlangan ish. Mush kamgacha undaq narsa bo'lgan emas. Men o'ylaymanki bizning bolalarimiz ko'proq o'zimizning tilida so'zlasa, teatrlarga borsa, o'zaro endi ota-onalar bolalar bilan so'zlashsa, tilimiz rivojlanib yaxshi bo'lib qoldi degan o'ydamiz. Biroq bunga qanchalik vaqt kerak, Alloh o'zi biladi. Qiyinchilik ko'p. Kitoblarimiz bor, darslar bor, metodikalik qurollar bor. Bir narsa
ailede ana tilde sözleş yok. Ben köp vaqtada özümde okugan ballarning balları kevatıdı hazır mektepke. Mundaq aytqanda näverler, çevirler degendek. Köpsi hazır özüңler bilsizler zamanга bola nurgun bizning yaşlarımız meşitke berip atıdı. Yağlıq tanıdı, sakal koydu. Bırak şunun özü de oruç baran kıldı. Ben şunga hayran kalmam. Bu sen neymişken de özün bana Müslüman bopsan, meşitke barısa, Müslümanın kimini kiyipsen, neymişke balamdan oruç baran kılsa. Karap durdu. Mana bunun endi savolga cevap tepişin özü biz üçün intayin qiyin da. Şunun üçün adamlar bilan köperek işleş gerek. Köpünsü anılar bilan. Anılar bilan köperek işlesek belki bir yakı çıkmız. Burunqu vaqtlarda, mesela burun biz yaş vaqtımızda mektepte işlegende ata-analar universiteti bolduğan mektepte biz ata-analarga leksiya oqatdık. Terbiye işlerini жүрgüzetdik, düşündüretdik. Uygurca sözletdi ata-analarımız. Yani hazırki yaşlarımızda hazırki zamanın özgürlüğünü endi bunu başlagan işimiz emelge işip yaxşı netice bildirecek olsa Rahmet. Rahmet Mehmet Hanım. Hakikaten asan emas. Türkiye'de antolog hukukçusu buluş bilen Amerika'da antolog hukukçusu buluş, Kazakistan'da, Kırgızistan degендek bu taraflarda her devletlerde antolog hukukçusu buluşunki farklı ve öz aldığı müşkülçelikleri ki farkları okşumaydı da karayman. Rahmet Mehmet Hanım. İnşallah şu kadar çoğun buluşu kalmayı hazır kadar anlatılımız yolda hizmet kâlatsız hakikaten sizden tarafından bir rahmet. Bu programımızda Amerika Anadolu Mektebi'nin kurucusu ve müdürü Süreyya Kıskari Hanım'la iştirak kıldı. Onun sözünü Süreyya Hanım bilirsek. Hoş geldin Süreyya Hanım. Şu Amerika'daki Anadolu Mektebi doğrusunda kısaca bir düşünce beğendim ki bu mektepte ilk verilen Anadolu soğukçunun ki bir qaysı şekilde verilen bu kanıt neticeleri eriştiğinde, kanıt kınçılıklar oluştuğunda ki kendisindeki planlar edildiğinde yani şu mezunlarda var. Onun da düşünce beğendim dersiniz rahmet. Assalamu alaikum. Kanallara köp rahmet. Ben Amerika'nın Virginia ştatındaki Uygur ana tilinin kurucusu. Biz mektebimiz 2017 yılı 1. ayının 24 kurulgan. Şunun yağı hazır mektebimizde 6 yıl oldu. Bağan sıra sisteme düşüp okuyucularımız köpüyüp okuyucularımız mı yaxşı boğadıdı. Özüm burun vatanda neşriyat işlegen, özümden kasbi tarih okugan, onun için Şinjan Halk Neşriyat işlegen lügat bölümünde şoňa 2000 şu Amerika'ya kelgenden ýaly özüm İngilizce günüp, ondan başga özümniki işi var, doktorhançy diýmen. Bu ýerden onundaki koşumça endi men şu ana tilimizningki nemizde qypylyp atgan bir boşluk barlygyny bilip volonterlik dep koydu. Pidai ata-Allah kılgan mındak sınıflardan başka her qetimde üzülüp kaldıgan bir halatni men 2017 yılı kelgende məxsus işimden çıkıp ondan keyin toluq muş işe özüm merkezleştirdim. Kızım bilen işimiz kurup şunun ýagy biz Amerika'da Virginia mektep müşo alga keldi. Yani bu jarayanda menin tecrübem, toplagan tecrübem yani Amerika'da balla hemmesi adette 5 gün Amerika'nınki public school'daydı. Hükümetinin mektepleri vardı. Düşenbeden cümeygice. Şembe yekşembeleri her xil faaliyetler oldu. Su üzüşdeyimiz, jimnastikdeyimiz, futboldayimiz, yani bilmem şundaycık näsleri var, muzikalar var, ular vardı. Bizge fakat bir yekşembe günüla bu ana tilga jetimiz.
Şu ana til şu günü endi biz en çiң tutadigan kunimiz şu deb, şunu men etdigan saat 10dan saat 4gacha maktabni o'rlashtiramiz. Birinchisi 2 soatdan Uyg'ur ana tili, 1 soat diniy savat, undan keyin 1 soatdan usul, 1 soat soccer, hozir soccer deb qo'ydim, ya da futbol. Shundaq sinflarni qurdik. Har bir sinflarimizda bir o'qituvchi mas'ul. Onundan başqa ular ma sinfdan chiqib, masalan, ana tildan 2 soatni tugatib, undan keyin yana bir sinfga chiqadi. Usulga kirganlar usulga, dinga kirganlar dinga, shundaq almashib, shuni shu 7-8 soatning ichida hamma narsani tugatib ketamiz. Endi bu jarayonda bizning o'qitish usulidagi qo'llangan dastlabki qo'llanmalarimiz endi eng boshda shu ilipani bolalarga boshda bizning Uyg'ur tilimiz, Uyg'ur degan zot kim, Uyg'ur tili degan qanday til, yezigimiz qanday degan narsani tonishtirish bilan boshladik. Ondan keyin savati chiqqandan keyin asta-asta darslarni shularning saviyasiga qarab o'qituvchi o'zi tayyorlaydi. Endi biz albatta boshqa chiqqan materiallardan foydalandik. Nurg'un materiallardan ilipa deymiz, ya'ni shu Abduvali Aytning chiqqan kitoblari, to'rt quloq jurnali, o'zimizdan chiqqan Do'ppam degan jurnallari bor, shu bizning Ramila degan qiz chiqqan. Ondan başqa shu ana tilga oid bütün materiallarni yig'ib, unga tashalma.com degandan tortib, shularni yig'ib, unga o'qituvchi shu sinfning saviyasiga asosan unga dars tayyorlab kelgan. Hozir oldi sinfimizningki bir yurish bolalari 10-sinfga qadam qo'ydi. Ular bir mazgil o'qib, hozir asosiyatni savati chiqib, biroz Uyg'urlikni tushunib, o'zlarining ular sal baldur kutagan bo'ldi. Hozir eng yaxshi bir ahvol hozir 13-14 yoshli bolalarimiz bor. Ular ham yezikdan, ham tildan xeyli savatlari chiqib, ham so'zlaydigan, o'qiy oladigan shunday holatga keldi. Shu bu jarayonda bizning eng qiynalgan narsamiz birisi shu material, ikkinchisi o'qituvchi qo'shuni, undan keyin birlikka kelgan bir til. Ba'zilar xansoch so'zlab kelganlar, Türkiye'den Türkçe öğrenip gelgenler, bazılar Kazakistan'dan Rusça öğrenip gelgenler. Muşu bir xil til bulmaslıkıdan qiynaldık. Ondan başqa şu materiallardan qiynaldık. Hazırca muşu mastasda arqa qivatıdı, xeyli yaxşı ondan bo'latıdı. Rahmet. Sizin köp rahmet. Programımızda İngilizce bölümünün kontrolü hem öğrenmişlerle iştirak edip sözlerimizde kullanılması. Hem de başkanımız faydalı kaçık vakit gördü. Avazım yaxşı. Avaz biraz qajan qujon, hemen anlatıldı ya mağalaşından bilemedim. Hem de yaxşı o deyman. Men Emragil Yusuf, Angliya ana til maktabininki mas'uli. Ana til maktabimiz qurilg'ili 1,5 yil bo'ldi. Maktabimizda 30'ga yaqin o'quvchimiz bor va 4 muallimimiz bor. Bolalar 4 sinfga ayrildi, saviyalarga qarata, yoshiga qarata ayiramadik, chunki o'rin qislig'imiz bor. O'rnimiz qis bo'lganligi uchun va muallimimiz qis bo'lganligi uchun saviyalarga qarata 4 sinfga bo'ldik bolalarni. Bizning duch kelayotgan qiyinchiligimiz bo'lgan o'quvchilarimizninki saviyasiga qarab bo'lgan o'quvchilarimizning bir guruhi oilasida faqatla uyg'urcha gap qilish imkoniyati bo'lmagan bolalar, ota-onasimi uyg'urcha gap qilolmaydigan, xolisimi uyg'urcha gap qilib bolalarga yordam qilolmaydigan bir guruh o'quvchilarimiz bor. Ammo ota-onalarninki men qilolmadim, hech bo'lmasa bolam bo'lsin uyg'urcha o'rgansin deydigan bir ishtiyoqi bor, bir orzusi bor qalbida. Bolalarni ana til maktabimizga akapadi. Ammo u bolalarga Surayya muallim bilan bizningki programmamiz, maktabimizning programmasi o'xshab qoldi, asosiyatni o'xshab qoldi. Bizning o'quvchilarimiz haftada 5 kun davlat maktabiga bordi va har xil mishaning ma'rifiga egishib tarbiya oldi. Haftada bir kun, yakshanba kuni soat 12dan 4gacha 4 soatlar bizning vaqtimiz bor va u 4 soatninki asos jihatdan to'liq shu ana til o'rgatishga chiqarib shundan foydalanishga tirishyapmiz. Muallimlarimiz hammasi fidoi. Men o'zim matematika o'qigan,
şahsen mening ana til, yani özümni ana til ma'lum deyishkimi hozir ehtiyoj bo'lganligi uchun balki boshqa pidoyi o'qituvchi bo'lmaganligi uchun yani texmi bu ishga layoqatlik texmi yaxshi texmi qiladigan boshqa insonlar yetarli bo'lmaganligi uchun majburiy shu ishga bir necha pidoyi onalar bilan birlikda biz kirdik. Muallimlarimiz haqiqatan o'zlari akademik tarbiyalashni o'tmagan bo'lsin, ya'ni professional muallim bo'lmasimi butun samimiyati bilan bolalarga ham vaqtini ham ajrini singdirib bolalarni ana til yo'lida tarbiyalashga, ana til o'rganish yo'lida tarbiyalashga butun samimiyati bilan tirishchanligini chiqaryotdi va bu 1,5 yil ichida ko'rinarli ilgirlashlar bo'ldi. Endi mening shu ustozlardan har qaysi ustozlardan so'raydigan yo'l yo'riqim agar imkoniyat bo'lsa bir o'rtaq o'lcham va o'rtaq bir imtihon bo'lsa bolalarni masalan bizning 14 yoshga kirgan bolalarimiz va 1-sinfda o'qiydi, uyg'ur tili 1-sinfda o'qiydi deyish biroz u bolalarning g'ururiga tegadi. Shunga biz 1-sinf, 2-sinf deb ayırmay bolalarni 1-saviya, 2-saviya ma ingliz tilidami, boshqa tillardami level 1, level 2 deganga o'xshash. U narsalar bolalarning quloqiga biroz yana yumshoq anglandi ekan. Ashunda qilib ayirdik. Masalan bir o'rtaq bir mush ishning ahli bo'lgan ustozlar bizga o'rtaq bir imtihon chiqarib bersa, masalan 2-saviyadagi o'quvchi mushu narsalarni qila olish kerak, mush savollarga javob bera olish kerak. Ma saviyada bo'lganda 3-saviyaga o'tsa bo'ldi yoki 3-sinfga o'tsa bo'ldi deydigan bir o'lchimimiz bo'lgan bo'lsa, o'rtaq o'lchimimiz. Shuning bilan biz bolalarni ilgirlatib, manchilik o'rganib bo'lgandan keyin endi qolganini bundan keyingi ana til o'rganishini sen ham o'zing mustaqil qila olaysan degan deb u bolalarni bir yo'lga sep qo'ysak, undan keyin maktabimizda o'rin bo'shalsa va boshqa o'quvchilarni olsak. Chunki bizning ham maktabimizning o'rin qismchiligimiz bor, ham o'qitish qismchiligimiz bor. Rahmat. Ko'p rahmat. Abida xonimning mikrofonda bir masala o'xshaydi, bakkajga chiqib ketdi. Shuningga men davomlashtiray. Amragul xonimning deganlarida men shuni tushundim. Demakki, sistemlashgan bir imtihon tuzumi yo'lga qo'ysak bo'lgudek. Hozir biz Uyg'ur akademiyasiningki talabi va yordami va qo'llashi bilan dars materiallar tayyorlayotgandik. Bunun bilan munosabatlik oldin qattiq bir yig'in ochdik, to'g'ri. Bu dars materiallarimiz bu yil boshlang'ich saviyadagi materiallar o'tirg'i chiqadi inshaalloh yilning oxirigacha. Bu materiallar o'tirg'i chiqsa, balkim umumyuzlik o'xshash material ishlatish albattaki o'qituvchilarning fikrini olamiz, o'qituvchilarningki buningga fikr talablari bo'lsa, shu bo'yicha qaytadan ko'zdan kechirib kerak bo'lgan tuzatishlarni qilib, undan keyin bu kitoblarni agar o'qitsak, osh kitoblarga asosan savollarni tayyorlab saviya shunaqa qilsak bo'lgudek yoki kitobning oxiriga savollarni qutib hozir esimga keldi mening u. Boshda biz ularni o'ylashmagan. Biz shu sizlardek maktablarda o'qituvchilik ishlari bilan mashg'ul bo'layotgan qimmatli o'qituvchilar bilan ko'rishgan vaqtimizda undan keyin jiq narsalarning farqiga bora oladiganmiz. Kitobning oxiriga savollarni o'rlashtirsak ham bo'ldi-ku deb o'ylayapman hozir. O vaqtda shu savollardan so'rab bolalarga yoki uni ko'paytirib chiqarib imtihon elib degandek. Shu bo'yicha andan keyin sinflarga bo'lsin bo'g'dak bolalarni. Onun bir o'ylashaylik undaq bo'lsa materiallarga biz qaytadan materiallarni ko'zdan kechirgan vaqtimizda. Ko'p rahmat sizga, Amragul muallim. Hozir dunyodagi vaziyat shundoq, bizningki 100 yil burun oqatish ishlarimizni qilayotgan bizning ziyolilarimiz oqatish ishlarini qilgan, o'zining hayotini qurbon qilgan, 100 yil o'tgan bugungi kunda biz yana o'xshash ishni qilyapmiz. Chet ellarda, vatanda bo'lsa bundaq imkoni yo'q. Endi bizning aramizda kasbiy o'qituvchilar bor, kasbiy bo'lmagan fidokor o'qituvchilar bor. Bugun bu programmaga qatnashgan kasbiy o'qituvchilardan mamlakat muallim o'tiribdi. Mamlakat muallimga so'rsam, muallim siz bu bolalarni o'qitgan vaqtda elifbadan boshlab o'tib keldingiz, shunaqmi?
Mikrofonum açık. Ha. Hazır Qazaqstanda Slavyan yazıqı işletidu. Qazaqstan Latin yazıqıga umumiylik ötmedi, ötüş haqqında gap sözler bulundu, lekin umumiylik karar berilip ötmedi. Qazaqstan ötse Uyg'urlarni albatta Latin yazıqı ötüdü. Hamda bu Slavyan yazıqıda o'qitish jarayonida sizlar qanday usullarni ishlatisizlar? Masalan, balaga o'xshash harfni ko'chirib qayta yezish bo'lamdi yoki hazır çoğun boğan ballar köprek şu resimlik nəslərini yaxşı gördü əmdi. Bu resimlik nəslərini, materiallarını üzənglə tayarlamısınızlar yoki bir tutaş ders materialları var mı? Evet. Leyla Hanım, ben sualınızı düşündüm. Birinciden biz ballarını mektepke tarix sınıfı başlayıp ballağa harflerini üçüskü başlayın. Burunqa elifbada harflarimiz başqa toplağa bölünген bolsa, keyinki çıqargan elifbani biz harflarni o'rinlarini almashtırıp söz tuzilgan oңайra qilib yazgandı. Belki 2 yıl burun çıkan elifbalar ular başqacha chiqdi. Burunqi elifbalarga o'xshamaydi. Mesela benim hayatımda ben özüm okugan elifba kitabı, ben saklap жүрмін. Bunu kitap 48. yıl çıkan kitap. 48. yıl çıkan kitap. Bu yerde elifbanın tüzülüş sistemisi başka bolgan. Onundan keyin elifba özgürüp qaytadan işlep çıkarıldı. Bibixan Allahxonova bizim alime, onun yanında yan bir alime Aliyem degan Arziyeva, onun yanında adli tecrübeden ötken ustazlar, benim okşaş, Azkın Aliyem Suleymanova degan muallimlar bir bolup biz elifbani yezip çıktık. Bu elifba balaga okushqıma, sözleşkim oңай bolgandı. Bir etadigan yeri 20 yıl mana şu kitap bilan okuduk. Ondan keyin Kazak mektepleri özlerinin elifbelerini Nazarbayev'nin mektebi boyunca tüzüp kitaplarını özgertişki başladı. Eğer Kazak halkının elifbasi özgergen bolsa, Oruslarning bukvari özgürdü, Uyg'urlarning elifbasi özgürdü. Şuna qilib o kitaplar özgerdi. Özgergende birinci o kitap men haslab ko'p demayman, kitapni men maktabga olib qo'ydim. O kitapta birinci harfni o'tmaydi bolalar. Birinci kitapni eshitiblar, o'qinglar, javob beringlar degan yerlar bor, topshiriq bor. Bu bolalar intayin ig'ir keldi. Abay beşer ettim o. Bizim balalar ana tilda sözlemeydi. Shuning uchun onu birdinla bala ip ketemeydi. Nima uchun hozirgi balalar qiynalyapti? Elifbaning sistemasi o'zgarib ketgan. Shuning uchun men o'ylayman, eng birinchi biz harflarni o'rganishimiz kerak. Harfni o'rgatgan vaqtida harfning basmış turi bilan yozmish turini birga epmaymiz. O elifbada o'qiymiz, andın onu yazmışa defterge yazımız harfni. Mesela A'ni ölsek A 3 tayoq bilan basmışa yazılsa, yazmış yazganda onu düklek kılıp onunla bir ilmek ulayımız degandek. Balla aşını yazıp öğreniş gerek. Endi bizimki mekteplerinin sistemisi hazır hemimizge doğru keldi dep aytamayman. Sebebi mana Angliyada iş algan, Amerikada iş algan yakşembilik mektepler, burun bizde boğan yakşembilik mekteplerde o keyin yepil ketdi, o mekteplerimiz hepsi kaçtan bir qatim berip yakşembi günü balla ana tilini öğrendigan. Endi ularniki yakşembi günde işlewatkan ballar endi her topdaki her xil yaşdaki balla keldi dewatydy. Ular bilan işlemek işkini eğirarak. Şunun için her bir kelgen balaga layık muallim özü tapşırığını tayarlaydı. Ettik abaya Angliyadan kelgen muallim. Her bir muallim balalarga layık tapşırığını taşırdı. Ondan deymiz endi balalarning kabiliyetiga qarab, mesela men yaxshi o'qiyman, manga marakaberek tapşırma, Naçar okuduğun balaga kichkina yenigerek tapşırma berimiz. Prinsip şuna koy, yenikten eğirga, yenik narsadan eğir narsage qarab balani öğretishimiz gerek. Burunqi Rus pedagoglarının etip ketken sözleri boyunca.
Elif'eni göredim. Ben özüm Elif'e yazdım. Enzkin 6 yaşlılar üçün kitap yazdım. Ben Rayla Hanım'a apırıp vermem dedim. Benim İstanbul'a yolum düşmeye dedi. Eğer ben Bağdat olsam bu kitapların hepsini ep barım. Bundan keyin Elif'e bitkenden keyin ana tili degen ders başlandı bizde. Ana tili dersi de o balalarımız könüklerini yazdı, köçürüp yazdı, diktant yazdı, essay yazdı, izahat yazdı. Balla özlerinin abaki söz baylığını paylanıp kançılık söz bilidi. Bala şunga qarab abaki berilgen tapşırını orundap çıkıdı. Birak içinarlık yeri bizim köp balalarımızın tıl baylığı naçar. Şunun için yazışta balla kıynaldı. Ben hazırki bunu okuvatkan programda ispat, ben diktant degen yazılmaydı. Balla da kitaptan köçürüp yazganın özü de hata köçürüp yazdı eken. Ben hazır bir vatkan ballalarını bayqavatman. Mana şunaqның töpsüdün işlişimiz gerek. Endi bir yerde bugünkü biz bunu umumi parandan keyin enskin bir xulasaga kelmez degan oyum var. Her bir yerde özünün kıyınçılığı var. Her bir mesela İtalya, Amerika'da bolsun, Angliya'da bolsun, nemde İstanbul'da, Türkiye'de bolsun, her bir yerin özünün kıyınçılığı yetip durdu. Bizden de Kazakistan'da derslikler var hemisi toluk balarımız derslikler bilen okuydu. Endişle bana derslik töpsüz işlevatımız deyse, şu dersler çıkandan keyin askin yani bir körüp çıkışımız gerek. Bu yerde yani bir etip ketilgan nerse ana tılığa balаны kızıktırış ata ananın vazifesi. Eğer gelecekte Uygur halkı saklanıp kaldı desek, biz atanla şuna sebepkar boluşumuz gerek. Ballarımızga ana tilini öğretişimiz gerek. Ana tili, ana tili, ana tili. Her yılı biz mekteplerde işki qidim til doğruluk meylemlerini ötküzmüz. Şu til doğruluk meylem ötken vaqtada her yılı dünya yüzde bir til yoqap ketudu deydi. Ondaq degenimiz sebebi nemde? Sebebi mana Rus tili besim bovatıdı. İkinci İngiliz tili besim bovatıdı. Köp adamlar akşı төлep İngiliz tilini okutuvatıdı balarga. Ana tilini emas, İngiliz tilini okutuvatıdı. Nemişke degende ular balarının kelечегini oylavatdı degen söz. Her bir kalıda bir xiyal degende her atana özün basın kelечегini oylaydı. Şunun için her kim özünün bilgini işlevatdı. Bir yerde meşitladıma Moşu paran buluş gerek. Meşitla mesela köpligen atanlar bardı. Anılar bardı, atlar bardı. Şu yerlerde endi meşitin ışığı biz arılışıp ketemeyimiz. Bırak eşeledim ama şu ana til toğruluk paran bolsa adamlar şüendise baldırınların ana tilde söz iltinlar. Köpereke bizge qaraganda ularning tilini, mollalarning tilini yaxşı tınşam degen oyum kep qalmız. Hazır meşitler boş emas mı? Esası bizim Almutu'da hazır burun meşitke kıyırla baradı, hazır sap yaşlar bir var. Enti medeniyet merkezleri işlevatıdı, şunun özlüğünü tergibat işleri az bovatam dekin deysen. Enti muş işimiz alga bitip ketdi. Çok tıklayman. Çıdamlık dilayman. Bir yerde çok işini jüp attık. Gündemimizde. Muşun hepsinin çıkıdı dep oylayman. Sizlerge so'ramak isteyman. Rahmat. Rahmat. Aslında qaraydigan bolsak, til bir dövlətning yoki bir millatning jeni tumuri. Shuning uchun taraqqiy qilgan davlatlar bu til har qancha bir madaniyat, kultur hadisasi bo'lsa-mu, lekin buni bir davlatning politikasi qilib yo'lga qo'yyotidi. İşğal qilgan davlatlar boshqalarninki tilini cheklab, butunlay ularni yo'qotishga harakat qilyotidi. Kuchli davlatlar özünün tilini, özünün dövletinden eşip başka devletlerde ügütüp, özünün küçünü şu tili arqılıq ifadelep yoki özüge
özüge hayran kaldığan, özlerini yaxşı gördüğün kişilerini özlerine dost yetiştiriş için özünün tilini işletiyorlardı. Biz bunu hemimiz düşünüp yetiyoruz. Şunun için biz özümüzün tilini kaderlep, özümüzün tilimizni qoğdaşqa tirişiyoruz. Süreyya Hanım'a soray. Sizin aklınızdaki resim şu İslam Mektebi'nin ballarında kıldığı, nahayet çıraylık bizim milli kiyimlerimizni kiyip düşken resimlerken. Bu şu resim hakkında bir düşünce bergen bolsanız. Oldu. Rahmet. Hazır o memleket anımızla onun dikim sizin gepinizden anlagan dikim menimki memleket hanımının körsətken şu ahırda degen geplerini bek koşulma aytiyeşi bir ondan bir nuktunu badi. Onun dikim endi bizim Amerika'da ama manıga yani azıcık cevap verirdik, anıga cevap verir. Amerika'da endi yaman kem, hiçbir çeklimi yok. Mesela bizge bir bisimi yok. Hatta biz özümüzün tilini, özümüzün medeniyetini ayrım tutup müştakısak şunçalık kollaydı. Hoş bulduk. Yani bu başka memleketlerde var mı yok mu okumayma ama bu tarafta bir hiç bisimi yok mu dayıkanda. Ama memleket hanımının deginde gep özümüzdeki atallarda. Bizden hazırmışı arkadaki resimli gördünüz. Bu hemen tünü gün ana til günü ötküzdük. Dünya Halkara ana til günü ötküzdük. Çünkü 21. saatde ama biz yekşembe dersimiz vakti bu başka. Bizden vaktidir emimiz işleyimiz. Vallahi mektep vardı. Şununla biz ana til gününü ötküzgen. Bizdenki sanımız hazır bazı okuvchi sanımız 100-120 buldu. Bazı 70-80 bulup kaldı. Şu ballarına atanlarla çakırıp biz nime ötüvatımız, balonlar qanchalik seviyeге yetdi deb shuni ko'rsatdik asosiyatdan har bir sinfga. Shu o'quvchilarim tunugunki mushlarning hammasi bizning shu saviyasi o'xshamagan sinflar, ama biz saviyasi o'xshamagan sinflarni birinchi, ikkinchi demay, hammasiga men bir xil ism qo'yib nim qildik. Masalan, izchilar sinfi, yulduzlar sinfi, ushqunlar sinfi, Batırlar sınıfı da her bir sınıfın ismi var. Onda bu kadar bularda ilk seviye yapım tüven gördüğüm anda neslerini hiç bulmaydı ki. Bu şununla minvatıdı. O sınıfta şu okutkucuları özleri üretken neslerini tünügün aşağı her bir okutkucu özününki maharetini gösterdi. Bizden bir kesbi okutkucumuz var. Vatandımı okutkuculuk kılan Ruşen Hamid muallim. O muallim iki sınıfını tutudu. Her bir sınıfına 2 saatten 4 saatten ama japalık işleydi ki hepti işçidim o 12-11'e aşı ders tayarlaydı kıldı. Yani bizninki fakat hazır menenki mağazlarının soğanlarına bilen değişik deydiğen neyse atallar birisi uyda yaşam günü bir günlük ders 2 saatlik ders bilen bulmaydı. Atallar maslaşpasa ballar şunçilik tez ilgileydi. Atansı maslaşmagan ballar yanılar neçe bir yıl, 2 yıl okudu mu okumaydı ballar okşaş. Şu noktayı tek biz inek kılamadık. Ziyarlarımız deyimiz, milletimiz deyimiz, milletimizin kutkuzumuz deyimiz. Başta hiç nesini kutkuzamayız. Yaşamkilik dersi karab kalgan bilen bulmaydı. Şunun için ailede birisi Uygurca gap biliş. İkincisi nurgun adamlar bizde bir yerde 4-5 min aile var. Nurgunla ekemeyivatıdır. Şunçak japalık işlerini kıvattımız. Lekin şununla peki ballarını ekeplemeyen ziyanlarımız var. Yani bu şu bir sual. Sen başta tılımdan başlaşın gerek. Tıl bulmasa bir milletin umurtusu yok. Bulmaydı. Demek bir yerde bizde yılmamış ekepeye bakın atallığa köpten köp rahmet etmemiş jarayonda ama ekemeyenlerge bunun için ekilişini, şu noktanın qanchalik mühimligini tushunishini iltimos qilman. Rahmat. Rahmat. Hamragul muallimga so'ray. Sizlarniki darslar hafta oxiri bo'ladimi? Hafta oxiri, ya. Sizlarning bolalarniki ahvoli qandaq? Masalan, bolalar jiqmi? Angliyada Uyg'urlar jiqmi? Hozir sizlarning maktab Londonda deb bilma, to'g'rimi?
To'g'ri. Başqa şəhərlərdə mi Uyğurlar barmı yoki Uyğur məktəbləri barmı əgər Uyğurlar bolsa? Hazır ana til məktəbimizdə 30'ga yaqın o'quvchi var. Başqa şəhərlərdə mi Uyğurlar var. Londonda əgər o'quvchilar Abayqi, Süreyya, Malım deganga o'xshash hamma Uyg'urlar bolalarni akab beradigan bo'lsa, o'quvchilarimizning soni hozirgidan nechasi ko'payib ketadi. Ammo bizning dardimiz shu, ota-onalar bolalarni akab bermaydi ba'zi. Va ularning o'ziga qarata sabablari bor. Ba'zi sabablardan akab bermaydi bolalarni. Yani ba'zilari ona til o'qitishga sal qaraganligi uchun bolalarniki kelgusini o'ylab, abay mamlakat ustozimiz degandek ingliz til maktablarga, boshqa maktablarga kuchab, ana til maktabni hozircha muhim deb qaramaydigan oilalar bo'lganligi uchun bizning hozircha o'quvchilarimiz faqat 30 saviyalari 4 saviyaga bo'lindi. Ama Süreyya Malımniki tutqan nemisini intayin to'g'ri deb qaradim. Bu menga bir yaxshi bir fikr bo'ldi. Birinchi saviya, ikkinchi saviya deb ayırmay sinflarga ism qo'yish. Buna ait yaxshi bir fikr bo'ldi biz uchun. Biz shu yo'lni qo'llansak bo'g'dak. Chunki cho'ng sinf o'quvchilarimiz bor. 13-14 yoshga kirgan bolalarga hamda sen birinchi sinfda yoki birinchi saviyada deyish, o bolalarning biroz g'ururga tegadi. Hozirgi bolalarni bilsiz, biroz kishilik xarakteri kuchli, bizning kichik vaqtimizdagiga o'xshamaydi. Biraz olaylıqı özünün göz qarashini deyishga, özünün kişiligini qo'g'dashga bekrak kuchlik xarakter jihatdan. Shunlashqa sinflarga ism qo'yish yaxshi bir amalga deb o'yladim. Yaxshi bir fikrga erishdim. Rahmat Süreyya Malım sizga. Rahmat. Undaq bolsa Londondan başqa yerlərdə ana til məktəbləri yox ekan-da? Avaz. Londonda başqa yerdə Uyg'urlar bor, lekin ana til maktab yo'q. Ana til maktab hozircha faqatla Londonda. Sizlar yüzturan o'tisizlar darsni. Nimaning teshidiki, masalan, Angliyada, Londonning teshidiki boshqa shaharlardagi bolalar uchun to'g'ridan maktablarni etishni o'ylashib baqdinglarmi? Darsni yüzturan o'timiz. Pedagog o'qituvchilarimizdan birisi hatto o'zining nimasini o'tirg'i qo'ydi. Bunda xizmat qilishni xohlaydiganligini, to'g'ridan o'rganishni xohlaydiganlar bo'lsa, men vaqtimni chiqarib dars o'tib berishni xohlayman. Men bunga badal o'tashni xohlayman deb o'zininki qila oladiganligini o'tirg'i qo'ydi, lekin hozircha unaqa talab kelmadi. Mencha shu London sirtidagi ba'zi oilalar shu Turkiyadagi to'rt maktablardan foydalanyapti deb o'ylayman, bilishimcha. To'g'ri. Rahmat. Aslında Abida Hanım o bizning Turkiyadagi o'qituvchilarimizdan birisi. Agar Abida Hanım o'zining maktab haqida tajribalarini bizlar o'rtoqlashishni xohlasa, anglab boqaylik. Mikrofoningizning ovozi o'ngishlarmi? Ovozim yaxshi chiqadimi, yana shovqin bormi? Yaxshi, endi yaxshi chiqadi. Turkiyaga kelganimdan buyon 2018-yili keldim. Turkiyaga 2017-yili keldim. Shu kelgandan buyon o'zim kasbiy ana til adabiyot o'qituvchisi, ya'ni til adabiyot o'qimagan kasbim bilan munosabatsiz holda shu Turkiyaga kelgandan buyon ana til o'qituvchisi bo'lib xizmat qilib kelyapman. Bu jarayonda meningki uchragan qiyinchiliklarimni deb o'tsam, boya mamlakat animiz deb o'tgandek, shu bolalarniki biz maktabda ana til o'qitishga kuchab har jihatdan shu qadar diqqat qilsakmi, bularniki bolalarniki ota-onalariniki, ya'ni oilasininki sharoitida ana tilni qo'g'daydigan, unga ahamiyat beradigan, bolalarga bir yordamchi bo'ladigan, arqadan bir terak bo'ladigan kuchning bo'lmaganligi sababdan bolalarniki unum intayin tuvanlab ketayotgan bunda bir ahvol bor. Bu bolalarga masalan biz faqatla abdida masalan biz Turkiyada normalda hamda 5 kun abdida 5 kundan dars qila oladi ana til darslari. Ba'zi vaqtlarda ba'zi bolalarning sharoitida shanba kunlik darslar qatnashadi. Bizning u bolalar bilan uchrashgan vaqtimizdan ota-onasi bilan uchrashgan vaqtdan ko'p bo'lgani uchun ular bir uyga berib kelgandikilar bizning o'rgatganimizdan boshqa bir holatga qaytiblam keladi. Biz yana kuchaymiz, yana u bolalar asliga qaytadi. Shunday bir holat bor. Uningki hamda yana bir qiyinchilikni deb o'tsam, hozir Rayla xonim
siz şu kitap tüzüş işleri bilen meşgul bo'latsız. Hazır şu bolsa şu kitapniki tezroq tüzülüp bizniki foydalanish materiallarimizniki sistemlashishini, ders kitaplarımızın sistemlashishini, ya'ni derslik materialiga bo'lgan ehtiyojimizniki qondirilishini umid qilaman. Hazır bizde derslik kitap ehtiyojı kam bo'lishdek shunday qiyinchilik intayin zo'r. Ovozingiz etilib qoldi. Rahmet. İnşallah tez vakitte yoruqluqqa chiqar. Shuning uchun biz kuchaymiz qo'limizdan kelishicha. Turkiyadagi ahvollarni men biraz bilmem. Nurg'un maktablar bor hozir, Uyg'ur maktablari, Uyg'ur ona tili maktablari, lekin Qozog'istonga o'xshash sistemlashgan bir milliy ma'rifni tehi biz yo'lga qo'yolmadik Turkiyadagilar. Balkim bundan keyin bu yo'lda biz ba'zi g'ayratlarni ko'rsatishimiz mumkin. Aslında Türkiye'de Uygurlar köp bo'lgandan keyin muqim maktablari bo'lsa yaxshi bo'lardi yoki milliy ma'rif bo'lib haftada 5 kun muqim bo'lmagan taqdirdami haftaning ma'lum kunlari ma'lum joylarda bo'lib Uygurlar köp o'ltiraqlashgan joylarda maktablar bo'lsa bek yaxshi bo'lardi. Meningki bu qimmatli o'qituvchilarimizning deganlaridan tushunganim shu, bu yerda bolalarning ona tiliga bo'lgan havasi, qiziqishi, ilgirlash ahvoli ko'proq shu ota-onalar bilan bog'lanishlik ekan. Shuning uchun bizning ota-onalar bo'lish sifatimiz bilan ona tilimizga bo'lgan tunishimizni o'stirib, ona tilimizga ko'proq ahamiyat berishimiz, ona tilimizni suyishimiz, ana tilimizga bo'lgan hurmatimizni bolalarımızın ögünüş jarayonidagi ularga ko'rsatgan yordamlarimiz va ilgi aloqamiz bilan aslida ifodalasak bo'ldi ekan deb men shuni tushundim. Programmamizningki oxiriga kelib qolibmiz. Endi men sizlarningki bir ko'ngil so'zlaringlarni olsam deb o'ylayman. Qaytadan mamlakat muallimga kelayli. Ekran oldidagi anglag'uvchilarga, ko'rguvchilarga aytadigan bir ko'ngil so'zingiz bo'lsa, bir 2 minutlik. Shuni anglab baqsaq. Hurmatli birinchi so'rovga qatnashgan ustozlar, ona tili uchun jon fidolik bilan emgak qilayotgan qizlar, haqiqatan hammamizning gapi bir yerdan chiqyotidi. Balalarning ona tiliga qiziqishi uydan boshlanadi degandek. Biz bilamiz, ko'p millatlar masalan ruscha balalarni o'qismi, uyda o'zining ona tilida so'zlaydi. Ular koreyslar, Korey xalqi. Rus maktabida o'qiydi balalar, uyda koreycha so'zlaydi. Ozarbayjonni elinglar, ruscha o'qiydi, uyda ozarbayjoncha so'zlaydi. Bizniki hech bo'lmaganda ota-onalarimiz uyda balalar bilan uyg'urcha parang degan bo'lsa, gul ustiga gul bo'ladi. Afsus, uni bizning ota-onalar qilmaydi. Ko'pincha hozir balalarning qo'lida iPhone deb so'ralsa, men iPhone degan nima deb ertadan anlagan bilan uni qo'lda tutib ko'mabmanki, balalarning qo'lida shunaqa iPhone, qimmatli telefonlar, ustozlardan ko'p ақша oldigandek ularning qo'lida shunaqa netlar bor. Shuning uchun ular ko'p vaqtida o'qishga ancha ko'ngil bo'lib ketmaydi. Kerak narsaning hammasini internetdan oladi-da, shuni ko'chirib boradi. Bu yerda bizning asosiy maqsadimiz bola qaysi tilda bilim olmasin, o'zining ona tilini bilish kerak degan maqsad qo'yyapmiz. Shuning uchun bolalarimiz uyda ota-onalari bilan, momlari bilan, buvilari bilan o'zining ona tilida so'zlashishni biz qandaqdir bir yo'lga qo'yishimiz kerak. Qandaq yo'lga qo'yamiz, endi mening beshimga bir o'y kiryotdi. Qandaq usul bilan ishlasak, shuni amalga oshiramiz degandek. Endi mana bugun biz sizlar bilan intayin mazmunli vaqtning o'tganini bilmay qoldik. Birimiz Amerikada, birimiz Angliyada, birimiz Turkiyada, birimiz Olmaotada xuddi bir-birimiz bilan bir ustalda o'tirgandek mo'ngdashib, shunday yaxshi fikr elishdik.
Bu birinci hekimde tanıştık. Sizler bilen tanışışımga bek razı boldum. Endi men arаңlardaki en çoğun bolup turbatman. Yaşım 82'de bolsama özemni tetik. Özemni hazır 72 dep oylamayman. Onda köp vaqtida muşu telefonun özünüme köp malumlar bizning bilmeydi. Bizimkiler de koydu. Nevrelerim çevrele deydi. Sen mama vaşa kurtay babuşka deydi. Orşu degen alkay. Sen degen vaşa hiç kim yetmeydi kalıp bir mamay degendek. Şunu şoş endi hazırki şarat şunga bizni ügütüp atıdı. Onsa burunlardan nereden telefon degen bilmedik. Mana hazır bir-birimizden jıraqtın turup neçe mыңлыган kilometr jıraq turup jürgimiz yakın bir-birimiz bilen şuna yaxşı fikirlen erişip işimizni başlap aldık. Ben oylayman bundan keyin başka neme çıkanda bir konkretny oy bilen hemmimizin endi beşimizge bir oy kirdi. Kandak işlesek özümüzün ana tilimizni jütemesin rivajlandırıp saklap kalmız. Ama ya Amerikadan kelgen ustaz etip kaldı. Bizim ziyalarımız ballarını ana tiliga bermeydi. Yakşembe günü eklişke bolat dolu. Bulmasa bermeydi. Bizim ziyalar öz ballarını orşa okudu. İçinarlık yeri şu. Tribunaga çıkıp köp söyleydi. Adamlarını teşvikat kılıdı. Uygurça okutunlar, Uygur gezisini okunlar, tiyatrga berinlar ve başka hakazılar. Bırak ballarını hemisi orşa okudu. Yani bunun nim dep etimiz. Bu ağırık bizli balmekin dep oylayman men. Uygurlarlı bal bolç gerek. Başka milletler mındaq narsa bayqamadık. Şunun üçün hemmemizge salametlik, çydamlıq işimiz Allah bursa yaxşı bolup ketedi dep oylayman. Ballarınlarning sany köpeysin. Hiç bolmaganda şu kebatkan 30-60 balımız chet ellerde jürüp özüň ana tilini jütemese, aşım çoğun gep. Aşım çoğun gep. Biz burun oyladık, vatanda Uygur tilimiz saklanyp kaldı dep. Afsus. Endi biz hazır etimiz, muşu Kazakstanda Uygur tilimiz saklanyp kaldı. Sen bizi mektepler çık dep. Endi o mekteplerge berip atkan Uygurlarning balları sanaklık. Körmüz endi, vaqt köpdür. Vaqt köpdür. Allah buyursa, yaxşı işler tutulany degen ümitimizde. Sizlerge köp rahmet kızlar. İşleriňler ilgiri bassın. Rahmet. Sizge köp rahmet. Sizge salametlik, uzun ömür tileymiz. Hazırgacha bu pidakar jürikiniz bilen yine şu pensiyaga çıktım emdi boldy demalaydım. Şu ana til okutuş işleri bilen meşgul bolupsiz. Hudaýym sizge salametlik bersin. Bizning halkymız muşundaq pidakar çoňlarymyzy hiç bir wagt unutmaydy. Nurgun yaşlarımız hayatından ayrıldı. Nurgun çoňlarymyz ömrüni uzun yıllar qamakda eğir işlerde ötküzgenler bar. Keyin hayatda qalganlar çıkıp yine şu özümizning medeniyetimiz, tilimiz, edebiyatımız, tariximiz üçün wagtyny, ömrüni şundaq ötküzüp geldi. Şuning üçün bizning halkymız yo'qolmaydi. Tilimiz yo'qolmagan ahvalda halkymız elbette yo'qolmaydi. Süreyya hanım, sizning ahirki sözleringizni bir anlasak. Rahmet. Aldı bilen hammaňlar bildim. Şu işni urlaşdyrmaňlarga köp rahmetimi etdimen. Onundan başka şu memleket Alimowa adymyznyň şu ýaşky kelgiçe şu ana tilini şundaq qaytmas irade bilen şu wagtça ep berip kebapynyga, şunça ýaxşy tygynyga, şunça hoş boldum. Rahmet etdimen. Endi menimki deýdiňi ýürek sözüm endi bu ilgi tilimizni saklap kalmayız, kandaq saklap kalamız deydiğen gep menimçe mevcut emas. Saklap kalımızken. Men muş ballarımızdan kördüm. Muş bizning mektep kelgen ballarni hazır tünügün ularning etgan Uygurça naqsi, epizodlary, çaqçaqlary, deklamasiýalaryny körüp, işte ejri soň desek, elbette bir iş davamlaşırken hem vücut çıkırken bek yaxşı boldy. Atalarım özlerim bek hoşup ketdi.
Şunun qarab mən nəhayət ümidləndim. Bu işni texmo yaxşı yuqori səviyyədə ip barımız deb oylayatdım. Bundan keyin məşunda qoşunumuzni texnik köpəytishni hər xil yollarını qılımız. Endi bu kelib ata-onalar mush əgər beriyotgan bir kun yakshanba ishini, o'yinini, bütün ishlarni tashlab o'shaga bolalarni əgər bolalar bilan bir bo'layotgan ota-onalar endi eng ona tilini saqlab qolamiz deydigan ota-onalar. Endi bu ona til maktablarini qo'g'dash faqat mush ota-onalarning ishi emas, mening deydiganim bütün ziyoli, bütün tashkilot, bütün Uyg'ur millatimni saqlab qolman desa, mush ona tilini saqlab qolgan, mushtaq maktab ochayotgan, mush o'zining fidokorligini berayotgan o'qituvchi ustozlar ham bu shunday o'xshash ota-onalarga har qanday ma'naviy jihatdan yordamlash kerak. Bizning hozir mush maktabda men maktab qurib bir 2 yildan oxiri bizning jaborimizni ko'rib, "Ya bu sizga tashlab qolmasin, bizmi qilaylik" deb PTA deb bir nim qurdik. Bu PTA degan ota-onalar bilan nimaninki ota-onalar bolalar uyushmasi, ota-onalar bilan maktabning uyushmasi. Uningdagi o'zini akabatdan ota-onalar o'zaro birlashib, bular men qilmagan ishlarni qildi. Masalan, bolalarga pikniklarni qilib berdi. Kashlik kino ko'rishlarni qilib berdi. Uningdagi mushliq faoliyatlar ularga hadiyalarni elib, taqib, mushu sertifikat diplomlarni berib, uningdan her yakshanba kelib ikki ota-ona dujurni bo'ldi. Kelgan ketgan bolalarninki bugun bir kunlik sog'lom, salomat o'tishini qo'llaydi. Uniki kirib chiqib ketishlarini saylab shu nima qildi. Uniki har bir qo'ng'iroqchilik madaris boshlandi, sinflarga kiringlar deb har bir sinfning bolalarining kirishiga kapolatlik qildi. Uniki kichik bolalarni tualetlarga, nimalarga, o'g'il hojatxonalarga olib kirishga bularning qilayotgan ishi mening ishim. Men yakshanba kuni atdiganda soat darsimiz 11da boshlaganda men 9dan burun chap boshlab chiqib ketaman. Even bak og'riq bo'lsammi, boshda og'riq pasaytishlarni ichib turib boraman. Kelgacha tozalab sinflarni men bir odamdan yordamlarga olmay, ba'zi bolalarimni olmay tozalab sinflarni tayyor qilamiz o'qituvchilar kelgacha. Çünkü o'qituvchilarning bolasi var, uyi var, ishi var, shu kunni aşağı kelishi oshlari uchun 1 minut vaqtini zoya qilatmaslik. Shuni ashundaq ishlar bo'lgandan keyin bu ota-onalar buni ko'rib, bu ishlarni qo'liga elib, bizga shuncha cho'ng yordam bo'ldi. Demakchi o'g'lim, bu bolasini akavaqtda ota-onalar bir qurbonlik beryapti. Ham maktabning yuzlanishi, texnik ilgarilash uchun yana bir yordam beryapti. Ma teshidikilarchi. Akamayotganlar, bolasi cho'ngib ketganlar. Ticaretçiler, her halde teşkilatlar. Mesela bizim Amerika'nın nurgun teşkilatlar var. Hem de UAA, Uyghur Amerika Association bizim için daha çok yargılayıcı buldu. Ama hem teşkilat yani tip olamaydı. Yani ulananın işleri var elbette, onu doğru düşünürüz. Lakin nenim cidden kilip sizlerini kollayınız, pek yaxşı kıvat sədeydiğen nesler buluş gerek. Meyli manevi cidden, maddi cidden bulsun. Birleşmiş, hatta ticaretçilerimiz. Hatta başka iş qilgan bir bizneslar qilayotganlarni kelib bizni qo'llash kerak, yordam berish kerak. 2 soat vaqtini chiqarib bir volonter, pedagog bo'lib qilish kerak. Teshidikilar, umumiy ota-onalar emas. Shuningga deydiganim, bütün Uyg'urning ishi bizning ishimiz emas, yana bir necha odamning ishi emas. Bütün millatni saqlab qolgan esa bu ishni eng cho'ng qo'llash kerak deb o'ylayman. Shu rahmat. Köp rahmet. Hakikaten doğru ettiniz. Nayet mühim bir noktani kevdlendirdiniz. Bu fakat ana til okutuşlarının yoki bolalarını maktablarga ekaygan ana tilning Uyg'urlar uchun qanchalik muhimligini tunib yetgan ota-onalarning ishi emas, bütün bir millatning ishi. Agar millatimiz erkin bulanmasa, biz bir kishi shaxsiy boy bo'lib yoki shaxsiy yuqori xizmatlarga erishib, yana biz xotirjam bo'lolmaymiz. Buni biz hozir hammamiz yashayapmiz. Yana vatandagi urug'-tuqqanlarimizdan ko'rishamaymiz. Qanchalik o'zimizni Uyg'urdan uzoq tutsaqmi, yana biz xo'shal-xuram baxtli bir inson bo'lolmaymiz. Faqat umumyuzlik biz xo'shal bo'lganda, umumiy jihatdan xo'shal bo'lganda, uningkin
şu umumi cemiyetning, Uyg'ur cemiyetining bir a'zosi bo'lib, onun için özümüz şəxsi xoşal bo'la olamiz, şəxsi baxtli bo'la olamiz. Buni bizningki hammamizning haqiqatan tunib yetishimiz kerak. Bu yerda ana til maktabini qo'llash, o'qituvchilarni qo'llash, aslida o'zimizni qo'llash, o'z millatimizni, o'zimizning Uyg'ur jamiyatimizni qo'llash. Süreyya xanım sizga ko'p rahmat. Endi Hamragul xanımdan bir ko'ngil so'zlarini anglab boqaylik. Aldı bilan mishega meni loyiq ko'rib taklif qilganinglarga mishaq go'zal bir sorundan mening nasibimni elishqa meni loyiq ko'rganinglar uchun ko'p rahmat. Aldı bilan shu mamlakat ma'lum ustozimizga ko'p rahmat. Hozirgacha shunda umrni, ajrini singdirib vatan millatninki bolalari uchun, ma'rif uchun, hayotini atganlik uchun ko'pdan ko'p rahmat aytaman. İnşallah sizlarning u yerdagi ziyolilar va butun dunyodagi Uyg'urlarmi sizning vatanparvarligingizdan, millatparvarligingizdan nasibisini ola. Ondan keyin jiq fikrlarga erishdim. Bizni inson hamda qush bo'lmasimi, garchi inson ikki qanotga tayinib yashaydi, moddiy va ma'naviy. Agar bir tili bo'lmagan inson ma'naviyatini hargizmi kuchlantirolmaydi deb qarayman. Moddiy jihatdan Abayroyla xonim degandek, moddiy jihatdan qancha kuchlanib ketsakmi, ma'naviy jihatdan kuchlanmasa insonning tamponligi buzildi. Shunlashqa dunyoning har yeridagi Uyg'ur qarindoshlarimningki mana ma'naviyatini kuchlantirish uchun ona tiliga texim ahamiyat berishini, o'zlarining bolalariga Uyg'urlik g'ururini texim so'ndirib cho'ng qilsa, agar Uyg'ur ota-onalar Uyg'urlikqa jiqroq ahamiyat bersak, bolalarmi shunga ahamiyat beradi. Biz nimani rasmdami qayani zoomlasak shu yani aniq ko'rgandek, uyda nimaning gapi jiqroq bo'linsa, bolalar shunga jiqroq diqqat qiladigan bo'ldi. Inglizchani yarım saat o'qi, Uyg'urchani 10 minut o'qi emas. Maslanga oddiy bir amal qo'llan, oddiy bir chora desakmi, Uyg'urchani yarım saat o'qi, inglizchani 10 minut o'qisangmi bo'ldi, maktabda yana haftada 5 kun o'qiydigan bo'lgandan desak, bolalar u chaqda asta-asta Uyg'urchaning ne kadar muhim ekanligini, asli Uyg'urchaga ota-onam intayin ahamiyat berdi. Men ahamiyat beray degan ruh bilan ashta ruhni so'ndirgan bo'lamdi deb o'ylayman. Ondan keyin agar imkoniyatimiz bo'lsa, bizning kitoblarimizda jiqroq burungi zamondagi mashhur shaxslarimiz bor. Agar bolalarga Uyg'urlikdan faxrlanadigan, abay boshda Abida sonimiz degandek, mesela Uyg'urlikdan faxrlanadigan Uyg'urlik ruhini ana til o'rganish bilan qanday qilib birlashtirib bo'ldi degan narsani men bugun o'ylanib chiqdim. Burungi mashhur shaxslarni bilish kerak, albatta. Tarix bir insonning sharafi, bir millatning sharafi. Uni bilish kerak. Hozirgi bizning Uyg'urlarimizdan dunyoning hamma yerlarida o'qib, g'alaba qozongan nurg'un yoshlarimiz bor deb o'ylayman. Shularni yig'ib bir seminar o'tkazib, yoshlar bilan birlikda ashlarla uchrashtirsak, ularning Uyg'urlikni tashlab etmay turibmi, bu dunyoda qancha g'alaba qozonganligini ularni ko'rsa, Uyg'urlikni tashlab etmaymi g'alaba qozongan bo'ldi ekan-ku, yashayotgan davlatning adimi bo'lib ketiblar, biroqla assimilyatsiya bo'lib ketmasakmi, yana g'alaba qozona oladi ekanmiz deganni yoshlarimiz qabul qilsa, balkim ona tiliga texim chinroq eslashimiz mumkin deb qarayman. Korxonchilar hozir iqtisod jihatdan ilgirlab ketgan Uyg'ur korxonchilar bor dunyoning har yerlarida. Ashular agar imkoniyat bo'lsa, Uyg'ur tilida paranglashib ishlay oladigan bir imkoniyatlar yaratib bersa yoshlarga, shu orqali biz ona tilimizni taraqqiy qildira olamizmiz, keyin ona tiliga bo'lgan muhabbatni, Uyg'urlikqa bo'lgan muhabbatni oshira olamizmiz deb o'ylayman. Oxirida hammanglarga ko'p rahmat, o'sha vaqt chiqarib shunday go'zal so'rinni hozirlaganinglar uchun ko'p rahmat aytaman. Rahmat sizga. Haqiqatan bizning hozirgi vaziyatimizda Uyg'ur tilining bir siyosiy kuchi yo'q. Biz farklı davlatlarda yaşayapmiz. Uyg'ur tili orqali bir imtihonga kirib, o imtihonlardan g'alaba qozonib, yoki ish yerimizda, ish o'rnimizda Uyg'ur tili orqali bir yerlarga kelish imkoniyatimiz yo'q. Ammo bu kunlar keldi. Hozir bizning Sarxila ma'rif bor, Turkiyada qurilgan. Sarxila ma'rifi bolalarni İngilizce, matematika, fizika qatorliq va Uyg'ur tili adabiyoti qatorliq bilimlarda tarbiyalayapti. Eng yaxshi oliy maktablarga o'tish uchun ularni tayyorlayapti. Lekin ularning sharti Uyg'urchani yaxshi bilish. Chunki butun darslar Uyg'urcha berildi. Hozir bu
sarxila ma'rifi Yevropaga kengaydi. Bu aslında Uyghur tiliga bo'lgan tunishni o'stirdi. Demek ki ota-onalar balalarının en yaxshi oliy maktablarda o'qishni xohlaydi. Ama bu sarxila ma'rifidan foydalanish uchun balalar Uyg'ur tilini bilmasa, bundan foydalanmaydi. Shuning bilan demek ki Uyg'ur tilini bilmasdan biz bunu qilolmaydi ekanmiz. Siyosiy bir kuchi bo'lmagan bilan Uyg'ur tilini shunga o'xshash har xil yo'llar orqali biz Uyg'ur tilining qimmatini ko'rdik. Uyg'ur tilining qanchalik qimmatliligini bu sarxila ma'rifa bolalarni berganlar his qildi va atrofida anglaganlar his qildi va bu bir so'g'i toshni asaq do'lqini bo'lib yeyilgandek atrofiga Uyg'ur tiliga bo'lgan tunish va Uyg'ur tilining qimmatiga bo'lgan tunish asta-asta ashuna qilib kengaydi. Bu yerda hammamizning aslida vijdonimiz bilan o'ylasak, o'zimizning tilimizni bir siyosiy kuchi bo'lmasimi, bir Uyg'ur tili orqali bir yerga kelalaydigan, Uyg'ur tilining bizga olib kelgan bir foyda Rayla Hanım, ovozunuz sal yaxshi chiqmadi. To'g'ringizni tashlab Endi bo'ldi. Abida Hanımning ko'ngil so'zlarini bir anglab baqsak. Ko'p rahmat Rayla Hanım. Bugun sizni avval qildik. Mening kompyuterimdagi masala sababli siz hamda kontrol qilgan programmani intayin yaxshi bir program bo'ldi. Hammalar bilan shu munosabat bilan bu yerda ham suhbat bo'lganligimdan bek xursand bo'ldim. Vaqt munosabati bilan men gapni qisqartib ham aytay. Bugun biz Dunyo ona tili kuni munosabati bilan ona tili kunini bir kun burun bu yerda muboraklab suhbatlashib o'tiryapmiz. Bu ona til degan faqat bolalarga xos bo'lgan, faqat bolalarning o'rganishi kerak bo'lgan, bizningki ona tilimiz va til adabiyotimiz faqat bolalar o'rganishi kerak bo'lgan, bolalikdan bo'lsangiz kerak bo'lgan narsa emas. Amaliyotda boya deb o'tganimizdek, hozir bu ona tilga ahamiyat bermaslik va til adabiyotimizga ahamiyat bermaslik bizningki kichiklarimizdin ham emas, ziyolilarimizdan ham ko'rilayotgan bir og'ir masala ekanligini deb o'tib ketdik. Biz bunga kichiklar bo'lsin, bolalar bo'lsin, mayli ziyolilar bo'lsin yoki har kasbdagi kishilar bo'lsin, har bir Uyg'urda chuqur o'zining ona tiliga nisbatan bir mas'ul bo'lgan bir ong yetilishi kerak. Ya'ni nima uchun men ona tilimni qo'g'dimisam bo'lmaydi, chuqur men ona tilimni qo'g'ishim kerak degan shunday bir ong chuqur bo'lishi kerak. Ammo bu ong yo'q. Chunki bizningki chet elda milliy kimligimizni, milliy mavjudligimizni saqlab qolishimizningki birdan-bir yo'li ona tilimizni saqlab qolish orqali bo'ldi. Ona tilimiz bo'lmaydi ekan, bizning milliy mavjudligimiz bo'lmaydi bu. Amaliyotda shunday bir jiddiy krizis ichida turayotgan sharoitda bolalarimizdagi, cho'nglarimizdagi, ziyolilarimizdagi bunday qiyinchiliklarning, mushkulchiliklarning ustiga bo'lishi haqiqatan qo'rqinchli, ichinishli bir holat. Vatandagi bizning ona tilim, butun ona til bilan o'qitilgan o'qitish ham narsalar bekor qilinayotgan shunday bir sharoitda. Ammo mening bu yerda demoqchi bo'lganim nima degan vaqtida, mening demoqchi bo'lganim biz undaqda qanday qilgan vaqtimizda shu cho'nglarninki, ya'ni bu bolalarımızga yetakchilik qiladigan ota-onalarga, normal jamiyat kishilarga yetakchilik qiladigan, boshlamchilik rolini o'ynaydigan ziyolilarga. Unda bo'lsa biz shu mayli ziyolilarda bo'lsin, mayli ota-onalar bo'lsin, normal bizning kasb bilan shug'ullanayotgan kishilar bo'lsin, bir Uyg'urda biz qanday qilib ana tilga bo'lgan mas'uliyat engini yetildira olamiz, ana tilni qo'g'day bir ruhni ichidan chiqib turib, haqiqiy o'zining ichidan chiqib turib qilmasam bo'lmaydigan bir mas'uliyat degan bir xil holatda ularni shu yerga yetaklay olamiz. Mush nuqtada chuqur biz bir qaytadan qayta bir tahlil qilishga, shu masalani hal qilishga ehtiyojli. Mayli biz buni qaysi shaklda leksiya o'rinlashtiramiz yoki faoliyat o'rinlashtiramiz, qanday bo'lsa, biz chuqur buni muhim masala qatorida ahamiyat berib turib, izchil davomlashtirmasak, bu faqat o'qituvchilarning kuchab qo'ygani yoki o'zimizning qo'limizdan kelgan o't yurak fidokor qarindoshlarimizdan kuchab qo'ygani bilan bu masala hal bo'ladigan bir masala emas. Shuningcha mening taklifim bu yerda hem ekran oldidagilarga, bütün Uyg'ur millatiga, qarindoshlarimga beradigan taklifim bu
özdekidan bu işçidan bir şunda ruh yetilmese mecburiyet bo'lib qolgan vaqt cho'qim qilmasam bo'lmaydi zerikishli nuqtasidan zerikadigan bir xilolat bo'lib qolgan bu davomlashmaydi lekin ashunda bir ruhni yetildirish uchun ruh yetil ya'ni shu eng uyg'ongan kishilar avval ve şu saat kişiler qanday qilib biz shunday bir ruhiy holatni yetildira olamiz degan shu ish haqida biz bir tirishib baqsaq deganni o'yladim shu suhbatning davomida men shu so'zni qilib o'tab ketishni to'g'ri ko'rdim hozir amanglarga rahmat sal gapim uzrab ketib qoldi undan keyin bir gapni bir minut bir gapni qistirib o'tab ketsam bu qitim Antul komiteti Antul komitetiniki müdiri bo'lib saylandi Rayla xonim muborak bo'lsin Zulayt xonimniki vazifa o'tash muddati ham Rayla xonim saylandikin Antul komitetining müdiri bo'lib saylanib o'tdi shu haqida bir qisqacha o'zingizning aytqisi bir shaklda buniki qilmoqchi bo'lgan ishlaringizni bir ekran oldidagi ko'rmanlar bilan o'rtoqlashib o'tgan bo'lsangiz rahmat shundan keyin bir programmamizni oyoqlashtirgan bo'lsak rahmat Hazır hem de biz chet elda Uyg'urlar umumyüzlük seferberlikka o'tdik. O'zimizning madaniyatimizni, tilimizni qo'g'dab qilish uchun bir seferberlikka o'tdik. Ba'zi oz sondagi kishilar balkim buning farqiga bormidi. Balkim farqli tushunchalarda yuryotdi. Ammo umum jihatdan biz bir seferberlikka o'tib özümüzün tilimizni ve medeniyetimizni qo'g'dab qilishga tirishayapmiz. Çünkü biz 1000 yıldan buyon 1000 yıldan jiq yeziq bilan yozilgan asarlar tepilgandan boshlab hozirgacha bizning tilimiz hech qanday uzilib qolmay, har xil besimlar, har xil krizislarga uchragan vaqtidami ziyolilarning nihoyat ko'p qismi özünün işini, əmeli, ilmi işlerini qılamaydigan yıllarını ötküzgen vaqtida bizning tilimiz to'xtab qolmadi. Yana biz yiqilgan yerimizdan o'mlab qopdik. Bu kunlarga keldik. Endi bu o'tkinchi bir davr. Bu davrdan yine biz o'tib ketimiz men buning ishini. Dunyoning har qaysi joylarida nurg'un o'qituvchilar bor, nurg'un ona til maktablari bor. Bugün biz vaqt münasabati bilan ekranga 4 o'qituvchimizni taklif qila oldik. Bundan keyingi programlarda yine boshqa o'qituvchilar bilan suhbat o'tkazamiz. Abida xonim deb o'tgandek biz qanday qilib bu tunishni o'stiramiz. Bu vaqtda yine balkim ilgirlik oldimizgi kunlarda yine oldimizgi oylarda balkim suhbatlarni ilib boramiz. Endi men bu yerda ona til komitetining müdiri bo'lib saylandim. Bu yerdagi maqsad qanday qilib biz ana tilimizni qo'g'dash uchun texnik ko'p ishlarni qila olamiz. Buningki abam hammalar buni deb o'tdi, biz buni farqiga bordik. Faqat bolalar bilan bo'lmaydi, faqat ota-onalar bilan bo'lmaydi, faqat o'qituvchilar bilan bo'lmaydi. Butun jamiyat, Uyg'ur jamiyati buning ichida har xil kasbdagi kishilar moddiy ma'naviy hamma jihatdan şu tilimizni ve medeniyetimizni qo'g'dash uchun birlikda kuch chiqarish kerak. Bizninkilar hammasi fidokor, hech kim ularga yaxshi maosh bermaydi, hatto hech maosh bermaydi. Agar bizning davlatimiz bo'lsa, biz ish soat ichida ishlaydik, maoshimizni oldik, qolgan vaqt bizning o'zimizning oilamizga qoladi. Hozirgi ahvolda qanday bizning fidokor o'qituvchilarimiz kunduz boshqa ishlarni qiladi. Başka kasblar yoki o'zining kunlik xizmatlari. Hatta ahirlarini bu ana til o'qitish ishlariga sarf qiladi. Oqshomlari abam Surayya ma'lum deb o'tdi. Rushan xonimdan so'zlashgan vaqtida materiallarni tayyorlaydi, kechikilab o'tirib, o'ziga ayiradigan, o'zining oilasiga, o'zining shaxsiy ishlariga ayiradigan vaqtni bu ana til o'qitish xizmatiga ayirib Bu aslida hamma odam qilmaydigan bir fidokorlik. Bu fidokorlikni qilish uchun bu yuragimizdagi o't, kuyayotgan bu o't bizni shu ishni qilishga undayotganda, shuning uchun bizning butun dunyoda ona til maktablarimiz echilyapti. Yüzme-yüz buluş imkanı bo'lmasa, tor maktablari bo'lyapti. Nihoyatda muvaffaqiyatli bo'layotgan maktablarni bilaman.
Şunun için bizning hozir bu yerda Uyg'ur akademiyasining ana til komiteti bo'lish sifatimiz bilan biz mushu xizmatlarga bir to'p qo'shish maqsad. Bu to'p qo'shish deganda hamda bizniki ham odam kuchi ham iqtisodiy imkonlarimiz nihoyat cheklik. Bu cheklik imkonlardan biz qanday qilib eng yaxshi shaklda foydalana olamiz va bu bizning milliy ma'rifimizni ana tilni asos qilib turib dunyoda umumyuzlik qanday qilib kengaytira olamiz. Mushuning ustida balkim boshqa turimiz. Men endi Turkiyada bo'lgandan keyin Turkiyadagi Uyg'urlarning soni ko'p. Uyg'urlar ko'p o'ltiraqlashgan rayonlarda ana til o'qitish ishlarining texnik rivojlanishi, mumkin bo'lsa davlat tarafidan bir qo'llashga ega bo'lish. Bu qo'llashga ega bo'lish yer bo'lish mumkin. Yer chunki 100 turani dars bo'lish uchun yerga ehtiyojimiz bo'ldi. Hozir nihoyat ko'p nimalar bor, tashkilotlar bor Turkiyada. Albatta ularning ishini chalamiz, davlatning munosabatli o'rinlarining ishini chalamiz, talab qilamiz. Balkim munosabatli qoida qonunlarga to'g'ri keladigan bir imkonlar bo'lsa agar yaxshi bo'ldi. Mushu jihatda balkim biz biraz kuchishimiz mumkin qo'limizdan kelgancha. Ya'ni bu yerdagi ana til komitetining maqsadi ana tilimiz uchun xizmat qilish, ana tilimizni qo'g'dab, bu yerda qo'g'dash faqat eg'iz tili shaklida qo'g'dab, uni hammadan gaplaydigan qilib qo'g'dab qilish maqsad qilinmaydi aslida. Sizlar ana til o'qituvchilari buni yaxshi bilasizlar. Bizning tilimiz eg'iz tili va yeziq tili. Yeziq tili deganimiz adabiy til. Bizning adabiy tilimizning aslida davomlashishi kerak. Eg'iz tilimizning buzilib ketmasligi kerak. Adabiy tildan ko'p uzoqlashib ketmasligi kerak. Va bolalarimiz adabiy tilni yaxshi o'rganib, adabiy tilni ishlata oladigan, yoza oladigan, asar yoza oladigan shaklda yetishish kerak. Ve bizning ana til maktablarimiz faqatlam elifbani o'rganib, savodini chiqarib to'xtab qolsa bo'lmaydi. Chunki buning davomi kelmasa agar bu til yana unutilib ketadi yoki buzilib ketadi, farqli shakllarga kirib qoldi. Shuning uchun adabiy tilni biz uzluksiz bir ma'rif bilan buni davomlashtirib til elifbani o'rganib bo'lgandan keyin adabiyot bilan birlikda bu tilni texnik kuchlantirib, adabiyot bilan birlikda milliy ongni texnik kuchlantirib, menishni maqsad qilamiz va ana til komitetimiz balki mushu xususda ba'zi amirliklarni qilish mumkin. Bu yerda endi agar mumkin bo'lsa, dunyodagi bütün ana til maktablarini bir yerga akilib, bütün bolalarimizning bir-biri bilan tunishishi, o'rtaq faoliyatlarni qilishi shaklida bir faoliyatlarimiz bo'lsa, bak yaxshi bo'ladi. Buni biz yana shart-sharoitga qarab qila olsak, ota-onalar akila olsa bolalarni yoziq ta'tillarda bir yerda faoliyatlarni o'tkazsak, masalan Istanbulda degandek. Hozir Yevropadagi va boshqa davlatlardagi Uyg'urlarning shu Turkiyaga bir vatanga kelgandek hissiyat bilan kelganligini bilmayman. Yoziq ta'tillarda ashunga to'g'rilab, ashunaq faoliyatlarni qilsak, ota-onalar bolalari bilan kelib yoki muallimlar qatnasha olsa, texnik bir jonlanish bo'ldi deb o'ylayman. Bizning ana tilimizga bo'lgan sevgimiz, ana tilimizga bo'lgan, ana tilimizning qimmatiga bo'lgan ko'z qarashimiz balki texnik cho'nqirilishdi deb o'ylayman. Hozircha bu yerda bak tafsili mazmunlarni deb o'tmadim, ammo bu ishni qilish jarayonida biz asosda buni shakllantiramiz. Sizlarga o'xshash qimmatli o'qituvchilarimizninki fikriga ehtiyojimiz bor, qo'llashiga ehtiyojimiz bor. Birlikda yaxshi ishlarni qildiganligimizga ishonaman. Biz bir bo'lsak, kuchimiz ko'p bo'ldi. Parchalanib hammamiz o'z oldimizga ish qilamiz desak, o vaqtida kuchimizni ozlab ketadi, iqtisodimizni ozlab ketadi. Hatto xato qilganligimizni farq etmasligimiz mumkin. Bugun
Süreyya müəllim nəhayət yaxşı özününki oxutuş sınıflara ayrış metodlarını dəb ötdü. Həqiqətən mən bunu Həmragül müəllimə oxşaşlam nəhayət yaxşı gördüm. Bək yaxşı usul ikən, birinci, ikinci degəndən aşına qısımlar bilən. Muşdan oxşaş, bu bir addi misal. Başqa temalarda mı bəlkə biz fikir almışdırıb, təcrübə almışdırıb, özümüzə toğru gələn, özümüzün mövcud şəraitdə toğru gələn usullarını kənayetişimiz mümkün. Bizim programımız bugün müşahici olsun. Dünyadaki barlıq ana til oxutucuları bu pidaylığa köp rəhmət etdim. Bugün bu programa qatnaşqan 4 ana til oxutucumuz, pidayımız vakalatdan bula bilan biz yüzlərlə görüşəldik ekranda. Bu programa qatnaşan barlıq ana til oxutucularımızға, pidakarlarga köp rəhmət etdim. Rəhmət sizlərə. Məndə yaxşı bir proqram oldu. Köpdən köp rəhmət etdiniz. Qatnaşqanlığınlar üçün sizlərə köp rəhmət, vaxt ayırğanlığınlar üçün.